Interyer dizaynida eng ko'p xato qilinadigan jihatlardan biri bu material tanlash. Ko'pchilik rangga va mebelga qaraydi, lekin pol, shift va devor noto'g'ri bo'lsa, eng qimmat dizayn ham arzon ko'rinadi. Material bu dizaynning asosi. Bugun men sizga qayerga qanday material mos, nima uzoq xizmat qiladi, qayerda tejash mumkin, qayerda esa aslo tejab bo'lmasligini tushuntirib beraman. Pol eng tez eskiradigan qism, shu sababli u chiroyli bo'lish bilan bir qatorda mustahkam ham bo'lishi kerak. Hozir birgalikda pol uchun bo'lgan dizayn turlari va ularning kamchiliklarini o'rganamiz. Eng ko'p ishlatiladigan pol materiallari. Birinchisi laminat. Uni o'rnatish oson, narxi nisbatan arzon, dizayn tanlovi ko'p. Kamchiliklari suvni yoqtirmaydi, arzon turlari tez shishib ketadi. O'rnatish mumkin bo'lgan joylar yotoqxona va mehmonxona. Ikkinchisi parket, tabiiy yog'och. Issiq va tirik ko'rinadi. Juda estetik va uzoq xizmat qiladi. Kamchiligi qimmat va parvarish talab qiladi. Uchinchisi plitka, juda mustahkam, suvga chidamli va tozalash oson. Kamchiliklari juda sovuq, uy muhitida noto'g'ri tanlansa juda ham noqulay. Mos keladigan joylar hammom, yo'lak va oshxona. Bitta uyda haddan oshiq pol turlarini tanlamang. Bu vizual tartibsizlikni keltirib chiqaradi. Eng katta xato bu tepadan boshlab tanlash. Avval pol tanlanadi, keyin devor, keyin esa shift. Agar pol noto'g'ri bo'lsa, devor yoki shift sizni qutqarmaydi. Avval poldan boshlang. Bu to'g'ri qaror. Devor bu interyerning yuzi va ifodasidir. Rang va materiallar xonani katta yoki kichik qilib ko'rsatadi. Eng mashhur devor materiallari. Birinchisi bu bo'yoq. Zamonaviy, minimalistik va rangni tez o'zgartirish mumkin. Kamchiligi devor tekis bo'lishi kerak. Mos joylar esa zamonaviy interyerlar. Ikkinchisi bu oboy. Dizayn tanlovi juda ko'p, devor kamchiliklarini yopadi. Kamchiligi esa arzon turi tez eskiradi. Uchinchisi bu dekorativ panel. Juda effektli aksent devorini yaratadi, lekin uni hamma joyda ham qo'llab bo'lmaydi. Aksent devor uchun faqatgina bir burchakni ajratsangiz bo'ladi. Shift uchun material tanlash. Asosiy shift variantlari: oddiy bo'yalgan shift, arzon, minimalistik va zamonaviy. Gipsokarton shift yoritish bilan ishlash oson, dizayn yaratish mumkin. Kamchiligi uyni balandligini kesadi. Ko'pchilikni uyda uchraydigan, lekin hech kimga maslahat bermaydigan shift bu natijnoy hisoblanadi, chunki sog'liqqa juda ham zararli. Demak, professional dizayn quyidagi prinsiplarga tayanadi. Pol mustahkam, devor sokin, shift esa sezilmas bo'lishi kerak. To'g'ri tanlangan material bu chiroyli dizayn degani. Chiroyli dizayn esa sizga yillar davomida xizmat qiladi. Interyer dizayn bilimlarini bizning sahifamizda o'rganishingiz mumkin. Videolarimizni kuzatib boring.